eri bor ayol masturbatsiya bilan shug'ullanadi. Erkak kishi ojiz hisoblanadi. Ya'ni ayollar masturbatsiyasi haqidagi relsimda hamma o'z fikrini va negativ gaplarni, gunoh va boshqa gaplarni gapirishdi. To'g'ri, gunoh. Hammamiz musulmonmiz, lekin men vrach sifatida to'g'ri ma'lumot berishim kerak. Lekin bu yerda masalaning ikkinchi tarafi bor. Hech kim savol bermadi. Nima uchun eri bor ayol masturbatsiya bilan shug'ullanadi? Bu yerda birinchidan ayol yoshligidan shu ish bilan shug'ullanib kelgan bo'lishi mumkin. Yoki erida jinsiy zaiflik, qattiq bo'lmasligi va tez bo'shanish ayolga kerakli bo'lgan lazzatni bera olmaydi. Va ayolning psixikasi o'zgarib, ayol kishi masturbatsiyadan lazzatni qidira boshlaydi. Shunaqa muammolar bo'lmaslik uchun erkaklar vaqtida urug' ko'rigidan o'tib, o'zidagi muammolarni bartaraf qilish kerak. Bu yerda yana bitta masala bor. Erkak kishi ojiz hisoblanadi. Ya'ni ojiz degani qanaqa? Ayol kishi bilan urushgandan keyin yarashish uchun birinchi qadam bosmaydi. Ayol kishiga ko'p narsa kerak emas. Bir dona shikolat yoki bir dona gullar olib bersak ham, o'shani o'zi kifoya bo'ladi. Va bizga mehri oshib, yosh bolalarcha xursand bo'lib, jo'shib boraveradi bizga.